105 ming? Qanaqa rostdan 105 ming dollar? Bu ko'rinishda 200 ming 300 minglik xonadon vibe'ini berib turibdi. 7 xona, lokatsiyasi ham zo'r joyda. Qarang, menga sal bitta narsa to'g'ri kelmadi. Fasad qilib beriladimi? Beriladi, patkrush holatda. Burchaklar ham qilib beriladi. Qilib beriladi. Hamma narsasi patkuruch holatda sizlarga topshirilar ekan. Ko'rishingiz mumkin. Mana Buni ham kerakmiki deb o'ylamanglar, ukamniki. bu yo'ldan kirganimizda ham bitta chiroyligina navis qilib qo'yishgan, ko'rishingiz mumkin. Juda chiroyli. Mana bitta podvallarga tushsa bo'ladi. Ikkita urinli bo'ladi. Xonadonlar orasi bo'lingan, jaluzi bilan 105 ming olgan holli kattaligini qarang. Gap yo'q, mashalloh. Hop, chap tomonimizda kuxnasi bo'ladi. Xonalari katta. Kuxnasi bir xil joyda kichkina bo'ladi, bu yerda katta qilinganda. Xonani ko'rasizlar, kattaligini, zalga. Juda chiroyli, juda oltiga to'g'ri ekan. Hop, bu yerda bitta detskiyimiz bor. Orqaga qaragan oynalari bor. Hop, bu yerda sanuzelimiz bor, ko'rishingiz mumkin. Svetli ochiq ekan. Hop, bu yerda bitta spalnimiz bor. Bu yerda katta havolanishli joy tashlab ketilgan. Xonasi nechta deb o'ylaysizlar, xonasi bor-ku, 7 ta xonadan iborat ekan. Mazmunning kengligini qaranglar. Dokumentlar tayyor. Xolisanglar, ipoteka ham qolsanglar bo'ladi. Voy, gap yo'q lekin bor. Mana qo'lni qaranglar. Hop, endi chap tomonimizda bitta xona. Voy, mashalloh, juda chiroyli, juda did bilan qilingan xonadon ekanda. Bu yoqda sanuzel o'xshagan, bu yoqda ikkinchi etaj zali. Hop, bu yoqda xona juda ko'p ekan bor. Bu yoqda bitta detski. Bu yoqda ham bitta xona. Hop, bu yoqda balkonimiz bor. Ko'rishingiz mumkin. Bu xonadonimizdan 5 ta qurilgan, har bitta xonadonni kottej emas, bu devori alohida ekan. Bu xonadon kimga qiziqsa, pastiga telefon qilib, tez baraka qolsa bo'ladi. Lokatsiyaga keladigan bo'lsa, Yangi Toshkent postidan 5 km kirganda, Atipida joylashgan xonadon kimga qiziqsa, tez baraka qoringlar, ukam.